10-chi darsimizga endi boshladik. Endi matlarni o'tamiz. Matlar degani cho'zish degani. Misol uchun, matlarning har xili bor. 2 ta, 4 ta, 6 ta, undan ham boshqalari bor. Biz eng o'tadiganimiz hozir 2 ta cho'zishlik. Misol uchun, alifga mat mana bunaqa, ya'ni tepada chiziqcha bo'ladi, bu 2 ta cho'zish bu. Yoki bo'lmasa y harfiga asosan i cho'zib keladi. Alifga asosan doma bilan vov keladi. Ya'ni cho'zishda. Bitta qonun qoida bor. Alif, vov va y harflari sukunsiz holatda kelsa, buni ya'ni cho'ziladi. Shunday qonun qoida bor. Endi sizlarga o'rgatamiz. Endi cho'zishlarni o'rgatamiz. A, I, U. Endi nimaga cho'zyapman? Alif a deyapman. A deyapman-da, a. Mana ikkita chiziq to'g'ri turibdi. I. Mana bu yerda kasra yo'q. Sukun ham yo'q. O'shaning uchun nima qilaman? I deb o'qilaman. Mana bu yerda kasra bo'lishi kerak edi. O'zi aslida u da alifga doma turibdi. U, vovga sukun yo'q. O'shaning uchun cho'zyapman. U deyapman.